Stop videoni o'tirmaysizlar, hurmatli obunachilar. Zo'r yangilik. Bilaman, uylaringizda ko'na kasetalar bor. Ya'ni opangizni, akangizni to'ylari bo'lishi mumkin, yubileylar bo'lishi mumkin. Shart ko'raman deb o'tirgan obunachilarimiz uchun endilikda buni yechimi topildi. Ya'ni o'zlarimizning yanvarkimizda Ko'rtam qishlog'ida Orzu Media studiya tomonidan, ya'ni o'zimiz studiyamda shunday imkoniyatni yo'lga qo'ydim. Bemalol video kasetani olib kelasizlar, biz fleshga o'tkazib beramiz. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Zamonaviy texnika orqali Full HD formatda 16:9 formatida eski to'ylarni Full HD formatda fleshga o'tkazib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiraman, telefonlashib kelaverasizlar. Xudo xolasa saytini 15 ming so'mdan yozib beramiz. Fleshkasini olib kelsangizlar ham bo'ladi, xohlasangizlar sotuvda fleshkasi bor. O'zlaringiz ko'rib turganlaringizning eski zamondagi 2005-yildagi to'y kачествосini ko'ringlar. 16:9 formatda. Lekin buni endilikda to'g'ridan-to'g'ri fleshga o'tkazish imkoniyati bizda bor. Uning uchun telefon nomerlarini qoldiraman, telefon qilib o'zlaringizni eski opangizni, akangizni yubileylari bo'lishi mumkin, to'ylari bo'lishi mumkin, o'zlaringizda sunnat to'ylaringiz bo'lishi mumkin. Shularni olib kelsangizlar esa kasetadan to'g'ridan-to'g'ri fleshga o'tkazib beramiz. Saytini 15 ming so'mdan qo'ydik. Agar sizlarda 5 kasetadan ko'p kaseta olib kelsangizlar, arzon raqam qilib beramiz. Bundan tashqari yana bir zo'r imkoniyatni sizlarga ayting. Bu imkoniyat faqat sizlar uchun. Endi Orzu arxiv YouTube kanali ochiladi. Orzu arxiv YouTube kanalida esa kasetdagi tasvirlarimiz shu kanalga tashlab boriladi. Menga fleshga kerakmi desangizlar, YouTubedan to'g'ri ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bu imkoniyatni barcha yaqin do'stlaringiz ulashib qo'yinglar. Chunki menga imkoniyatni hech kim qilmagan. Faqatgina Orzu studiyasi tomonidan qilinib turibdi. Shuning uchun kelinglar, foydalaninglar va videomizga like bosib qo'yinglar. Sizlarning xizmatlaringizda Orzu Media jamoasi qolaversa o'zim hamdam bo'lib xizmatda bo'lamiz. Hammangizga katta rahmat. Hammalaringizga sog'lik, tamalda ko'rish nasib etsin deb qolaman. Sog' bo'linglar.